Men Robocoding olimpiadasining ishtirokchisiman va bu musobaqada o'zimning quyosh elektromobil loyiham bilan qatnashyapman. Bu mashina dam olish sayrgohlarida, parklarda sayr qilish uchun foydalaniladi. Bu mashinam dasturi to'liq o'zbek tilida tuzilgan. Bu milliylik saqlash uchun va o'zbek tilida bo'lgani ko'plab qulayliklar tug'diradi va ko'plab funksiyalarga ega. Misol uchun tezligini 30 km oshirgandan keyin xavfli degan yozuv chiqadi. Mashinani o't oldirganda oq yo'l degan yozuv chiqadi. Bu mashinaning dizayni retro avtomobillarga o'xshab tuzilgan va quyosh paneli orqali zaryadlanadi. Bu mashinada qisqa masofada foydalanganda zaryadga qo'yish umuman kerak bo'lmaydi, chunki quyosh paneli orqali o'z quvvatini to'ldiradi. Bu mashinaning maksimal tezligi hozirda 50 km/soatga va zarur texnik ishlar olib borilsa, bu tezlikni 100 km/soatga chiqarish mumkin va bosib o'tadigan masofani ham kuchaytirish mumkin. 500-600 km yura oladi. Bu mashinani boshqa elektromobillardan o'zgacha jihati, bu mashinaning kaliti yo'qolgan holatda faqatgina egasining barmoq izi orqali o't oldirish mumkin. Bu mashinani tayyorlayotgan vaqtda ingliz tilini o'rganishga eringanman va shu sabab dasturni to'liq o'zbek tilida qilganman va hozirda ingliz tilini o'rganyapman. Mana bu skorost rычagi, ya'ni oldinga qo'yganda oldin yuriydi, orqaga qo'yganda orqa yuriydi va tabloda orqaga degan yozuv chiqadi. Va bu tablosi qancha quvvat qolganini ko'rsatadi. Bu tezlik ko'rsatadigan speedometri. Mashina yonganda oq yo'l degan yozuv chiqadi mana shu tabloda. Keyin tezligi 30 km dan oshsa xavfli degan yozuv chiqib ogohlantiradi. Va mana bu barmoq izi va kalit bo'lmagan holatda egasi barmoq izi orqali o't oldirish mumkin. Mana yo'lda. Kaliti qo'limda.